nikohiga olmayaptimi, umuman aloqani ushlashinglar qizlar. Ba'zi birlarni eshitdim, yillar davomida hali ham отношения qilayotgan ekan. Reputatsiyalar tushadi, travmalarga qolib ketasizlar, dog' orttirib borasizlar o'zingizlarga. Qizlar ehtiyot bo'linglar. Juda ko'pinglar ishonuvchansizlar. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi bolalar bor, gapiradi, gapiga javob bermaydi, pustoslov bala bu. Haqiqiy o'g'il bola oilasi bilan tanishtiradi yoki sizni oilangiz bilan tanishadi. Keyin nikohiga oladi. Agar mabodo imkoniyati yo'q bo'lsa, lekin maksimal shunga olib keladi, harakat qiladi. O'zingiz ham buni sezasiz. Lekin постоянно shu aldov, kelajagiga mamlaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi, unaqa bolaga ishonmanglar. Kelajagini gapiraveradiganlar bir millionta. Qilaman degan odam harakat bilan ko'rsatadi. Poyetumi nikohiga olmayaptimi? Ehtiyot bo'linglar. Kelajakda afsuslanib qolasizlar.